Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, brokerlar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Ya'ni ko'pchilik bilib bilmasdan signal bilan pul ishlab olaman, kursga o'qiyman desa, puli yo'q. Misol uchun 3-4 so'm depozit qilib, kursni pulini chiqaraman deb signal bilan ishlaydiganlar. Ya'ni brokerdan verifikatsiyadan o'tadiganlar. Quloqlaringizga yaxshilab qo'yib oling va bilib oling. Bu siz uchun juda muhim. Qisqaroq ma'lumot berib ketaman. Brokerlar ikki xil toifaga bo'linadi. E-book va B-book. Ikki xil toifa. A-book deyiladi va B-book deyiladi. O'zbekchasiga bunday oddiyroq tushuntirganda, A-book toifadagi brokerlar prям to'g'ridan-to'g'ri sizni moliya bozoriga olib chiqadi. Real bozorga. B-bookdagilar faqat o'zini kapitalini ichida aylantiradi sizni. Balansingizni silib qo'yarish ham, ko'tarish ham, kerak bo'lsa nomingizdan сделка ochib olish ham o'zlarining qo'lida bo'ladi. Kerak bo'lsa ochgan сделкangizni yopib olish ham o'zining qo'lida bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi? Play marketga kirganingizda, misol uchun otzifi bo'ladi masalan. Uroveniga qaraysiz, necha yulduzlik va qanaqa otzivlar bor. Bu yerda juda ko'p otzivlar nereal, u haqiqiy emas. Ya'ni demoqchi bo'lganim, u klient tomonidan yozilgan bo'lmaydi ko'pchiligi. Juda ko'p, masalan, o'zini agentligi, o'zini sistemasidan juda ko'p otzivlar yozilgan bo'ladi. Eskilarda qolsin, Trustpilot degan sayt bor. Ana shu Trustpilotdan siz haqiqiy o'sha otzivlarni ko'rasiz. Ya'ni broker qay darajada ishonchli, qay darajada pulni yechib beryapti, qay darajada depozit qilish tez bo'lyapti, qo'llab-quvvatlashi qanday, kreditniy plichosi qanday va spread qancha, o'sha narsalarni bemalol misol uchun ma'lumotlari chiqadi. Chunki otzivda yozishadi. Qanday yaxshi broker yoki yaxshi broker emasligini yozishadi. Odamlar realniy otzivlar o'sha yerda bo'ladi. Shuning uchun it to'g'ri kelsa ham, bit to'g'ri kelsa ham to'g'ridan-to'g'ri nimaga iltimos sizlardan pulinglarni yo'qotish uchun verifikatsiyadan o'tib olmanglar. Chunki hozirgi moment mana bittasi Xnes, xolisi blok tashlasin, tarqatinglar mana shu videoni iloji boricha. Xnes brokeri kerak bo'lsa ochilgan сделкалari yopib yuboryapti. Ochilmagan bo'lsa сделка kerak bo'lsa o'sha ochib tashyapti o'zlari. U sistemasi qilyapti narsa, tizimdan qilinyapti narsa. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Данный moment opasniy bo'lib qoldi. Brokerlar juda xavfli ham pulingizga nima desam bo'ladi, pulingizni xavfga qo'yadigan darajada bo'lib qolgan hozir. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Tarqatinglar mana shu videoni iloji boricha maksimalniy va qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa yaxshi ma'lumotlar berishda davom etaman, xudo xolasa. Charchamanglar.